Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Ikkinchisi, три проблемы вашей жизни. Birinchi videoyimda aytib o'tgan edim. Bu hozir ikkinchi videoyim. Три проблемы вашей жизни, hayotingizdagi 3 muammo. Каждый человек имеет свое призвание, талант это знать его. Har bitta odam o'zini nima uchun yaratilganini bilish kerak. Uni talanti, ya'ni eng yaxshi o'xshaydigan narsasi uni ismi demakdir. Существует единственная система, позволяющая человеку эффективно управлять жизнью. Чтобы понять, о чем идет речь, надо написать 3 реальные проблемы, которые существуют в вашей жизни. Вот 3 anaqa. Yozamiz. Mana daftarchaga yozaman. O'zim yozib miya rivoji deb qo'yaman. Развитие мышления. И o'zbekchasiga ham yozib qo'yaman. Daftarimning nomi развитие мышления. И развитие мышления. И получается развитие мышления, fikrlashni o'stirish dedim, adashmasam. Rivojlanish, miya rivoji. Har bitta bu kitobda berilgan savollarga javobni yozib, miyani rivojlantirib natijaga erishamiz. Как говорится, правильно. Xullas, bugun 10-noyabr 2025-yil. Существует единственная система, позволяющая человеку эффективно управлять жизнью. Чтобы понять, о чем идет речь, надо написать 3 реальные проблемы, которые существуют в вашей жизни. Bu darajada nima deyilgan? Hayotingizdagi 3 muammo. Birinchi o'rinda, hozir telefonchani shunday zaryadga qo'yib qo'yay. Voy, 100 bo'lib qolibdi telefoncha. Olib qo'yiladi. Suvchi tomog'im qurib ketdi. Hayotingizda bitta shu o'qigan mundarajamda tarjimasi, hayotingizdagi bitta sistema borki, shu orqali hayotingizni yaxshi tomonga o'zgartirib va effektivna degani foydali, qanday qilib foydali hayot bilan hayotni boshqarish mumkin. Nima haqida gap ketayotganini bilishingiz uchun hayotingizdagi 3 muammoni yozing. Hayotingizda hozir qanaqa 3 muammo bor? Keyin tagida yozibdi: неважно, к какой сфере относятся эти вопросы: работа, семья, здоровье, важно указать то, что касается вас лично. И вы знаете, что рано или поздно эти проблемы надо будет решать. Незакрытый кредит, долги, болезнь, низкая зарплата и так далее. Это проблемы, которые входят в сферу вашего влияния. Напишите о них. Qanaqa muammolaringiz bo'lsa farqi yo'q. Qanaqa nima desam, sferada, ya'ni birinchi o'rinda ishmi, oilangizmi yo salomatligingizmi, eng muhimi o'zingizni, именно o'zingizni, ya'ni sizni nima problemangiz, nima muammoyingiz bor, shuni 3tasini yozing. Eng muhim muammolaringizdan biri именно sizni muammoyingiz. U ishingiz, oilangiz va salomatligingiz bo'lishi mumkin. Eng muhimi o'zingizni muammoyingiz bo'lishi shart. Siz shuni bilasizki, ertami kechmi shu muammolaringizni baribir yechish kerak. Yopilmagan kredit bo'lishi mumkin, yo qarz bo'lishi mumkin, yo kasalligingiz bo'lishi mumkin, yo kam ishlab topayotgan maoshingiz, ya'ni pulingiz bo'lishi mumkin, hokazo. Bu muammolar sizni javobgarligingizga kiradi. Ya'ni siz shu muammolarni ertami kechmi baribir yechishingiz kerak. Ya'ni siz yozishingiz kerak emas bo'lgan narsa
siz o'zingiz nima desam qo'lingizdan kelmaydigan, ya'ni siz shunga nima desam влиять degan so'z, siz shunga yaxshi niyat qilsangiz ham, yomon niyat qilsangiz ham, harakat qilsangiz ham, harakat qilmasangiz ham shu narsani o'zgartira olmaydigan narsalarni, muammolarni yozmang. Masalan, qarang, bu yerda bunaqa yozilganda: не пишите о том, на что не может влиять, не пишите о том, на что не можете влиять. Например, рост курса доллара, уровень загрязненности окружающей среды, неблагоприятная конъюнктура для бизнеса, политическая нестабильность в стране или в мире. В этих случаях вы бессильны и ничего изменить не можете. Ya'ni siz muammolar ichida o'zingiz shu muammoni yecha olmaydigan bo'lsangizgina shu narsani yozmang. Qanaqa ma'noda? Masalan, dollar kursini siz o'zgartira olmaysiz. O'zingizni, muhitingizni, ya'ni kir bo'lib ketganini, masalan, qaysi darajada kir bo'lib ketganini shuni muammo qilib yoza olmaysiz. O'zingizga biznes qilishingizga sharoit bo'lmasa, konjunktura degani joyi, masalan, tushunchim bo'yicha shunaqa sharoit bo'lmasa, shuni o'zgartira olmaysiz. Ya'ni davlatda политическая nestabilность degani shu narsani agar siz yozadigan bo'lsangiz, siz unga kuchingiz yetmaydi, u narsani yozish kerak emas. Qanaqa ma'noda? Siz shuni o'zgartira olmaysiz demoqchiman. Birinchi o'rinda menda 3 ta главный problema. Tepasiga mundarajani yozaman. 3 проблемы ваших жизней. 3 проблемы три проблемы в вашей жизни. Birinchisi, bu yerda menga savol yozgan. Чтобы понять, о чем речь, напишите 3 реальные проблемы, которые существуют в вашей жизни. Savolda ham yozaman. O'zingizni hayotingizdagi 3 ta haqiqatdan 3 ta muammoni yozing. Realli 3 ta muammoni yozing. Yozavermang nima muammo bo'lsa. Bidir 3 ta muammoni yozing. Hayotingizdagi 3 ta muammo, hayotingizdagi haqiqatdan realli 3 ta muammoni yozing degan savolni yozing, men ham shuni yozyapman. Напишите 3 реальные проблемы, которые существуют в вашей жизни. Первая проблема. Например, проблема. Meni hayotimda hamma o'z-o'zinikini yozsin. Hozir men o'z-o'zimnikini yozaman, 3 tasini. Susab ketdim, chaqab ketdim. Напишите 3 реальные проблемы, которые существуют в вашей жизни. В первую очередь, что может быть-то? Birinchisi, например, низкая зарплата, kam maosh. Низкая зарплата. Первая проблема, вторая проблема, третья проблема. Ну, первая проблема. Hamma o'zinikini yozsin.
eng muhimi yo kam maosh yo pul yo'qligi bo'lishi mumkin. Birinchisi. Ikkinchisi net денег, pul yo'qligi yo kam maosh bo'lishi yana qanaqa problema bo'lishi mumkin? Bosh qotiradigan savol, реальная проблема. Реальная проблема. Mashina yo'qligi. Uy yo'qligi. Hammada har xil bo'lishi mumkin. Men mashina yo'qligi, uy yo'qligi va pul yo'qligi deb qo'ydim. Hammada har xil. Men misol uchun yozib shu narsani tushuntirish uchun harakat qilyapman. Ular 3 ta eng muhim muammoni yozdim. Keyin bu yerda ketdi. Yozildi. После того, как вы напишете 3 проблемы, ответьте на такой вопрос: как долго они существуют? Год, 2, 3 или может быть 5 лет? И почему вы с ними живете? Ведь вольно или невольно вы думаете о них. Yozib bo'lganingizdan keyin shu 3 ta eng katta muammolaringizni siz o'zingizga savol bering. Qanchalik uzoqlikda, qanchalik ko'p shu muammolaringiz, ya'ni shu как долго они существуют? 1 yildan beri shu muammolar bormi? 2 yildan beri shu muammolar bormi? 1 yildan beribmi? 2 yildan beribmi? 3 yildan beribmi? Yo 5 yildan beribmi? Nega siz ular bilan yashayapsiz? Baribir ertami kech baribir siz u muammolar haqida o'ylaysiz-ku. Задача книги найти механизмы решения таких проблем. Я уверен, что вы найдете нужные ответы в ходе чтения. Ваш мозг тот единственный инструмент, который должен искать и находить решения самых сложных проблем, потому что по большому счету они являются продуктом вашего сознания и следствием ваших поступков. Это значит, что ваши мысли и обдуманные действия продлили всю эту ситуацию. Ya'ni bu kitobning maqsadi miyangizni, ya'ni bu kitobning maqsadi qanday qilib o'zingizni muammolaringizni yechish mexanizmini yaratish. Men ya'ni я уверен, men ishonaman, siz o'zingizga kerakli javoblarni topasiz o'qish davomida, ya'ni bu kitobni o'qish davomida. Sizning miyangiz bu yagona instrument, sizning muammolaringizni yechadigan instrumentdir. Ya'ni sizga javob beradigan instrument. Chunki eng katta, по большому счету, bu muammolar sizning fikrlashingizni, sizning miyangizni hosili. Bu degani sizning miyangiz o'ylab va bilib sizni mana shu muammolaringizni o'zlari cho'zib, o'zlari yaratgandir degan. Qarang, нам будет важен самоанализ, поэтому придется много думать, размышлять, копаться в себе и в своем сознании, искать причинно-следственные связи и поступках и событиях. Bizga samoanaliz kerak bo'ladi, ya'ni o'zimizni o'rganib chiqish. Shuning uchun bizga ko'p o'ylash kerak bo'ladi. O'ylash va fikrlash va qazish. Qazish deganda qanaqasiga? Miyani qazib qanday javoblar topish va o'zimizdagi miyadagi javoblarni izlab topish.
Причинно-следственной связи в поступках и событиях. Qanday qilib o'zimizni qilgan xatti-harakatlarimizda причина savollarni berib javoblar topish. В качестве примера расскажу историю из моей жизни. У жены был день рождения. Поздравить ее я решил необычным способом, используя придуманный мной механизм, демонстрирующий стереотипы поведения людей. Sizlarga misol tariqasida o'zimning ayolimni hayotini aytib beraman. Ya'ni o'zimning ayolimning hayotini aytib beraman. Qisqacha, mening ayolimni tug'ilgan kuni bo'lgan edi. Men ayolimni tabriklamoqchi bo'ldim noodatiy yo'l bilan. Va o'zimni miyam orqali qanday mexanizm yaratib noodatiy tarzda tabriklamoqchi bo'ldim va odamlarni stereotipini, именно qilayotgan xatti-harakatini va поведение odobini ko'rsatish uchun. В разных местах я спрятал 10 сюрпризов и сказал, что подарки она должна найти сама. Она нашла один, потому что случайно наткнулась на второй и была очень довольна. Har xil joylarga men 10 ta syurpriz yashirdim va unga men aytdim, sen o'zing shu syurprizlarni topishing kerak. Keyin ayolim bitta syurprizni oyog'im tagida chiqmagani uchun topdim dedi, ikkinchisini yana shunday tasodifdan chiqmagani uchun xursand bo'ldi dedi. Я жене ничего не сказал, решив узнать, будет ли она продолжать поиски. День прошел без всяких попыток с ее стороны найти что-то еще. Поэтому на следующий день мне пришлось сказать, что она нашла не все подарки. Ayolimga shu ikkita podarkani topgandan keyin men hech narsa demadim. Ikkita podarkani bittasini shunday случайно topib oldim. Shunday ketayotganda topib oldi, qidirib. Keyin yana bittasini просто topib oldi, qidirib. Keyin ayolimga hech narsa demadim. Ya'ni yana 10 ta podarkadan endi ikkitasini topding demadim. Просто ayolimga men boshida sen podarkalar topishing kerak, men yashirdim dedim. Ya'ni bir kun o'tdi, ayolim qidirmadi ham, topmadi ham va hokazo. Keyin men ayolimga majbur bo'ldim. Hali sen hamma podarkalarni topmading, qidir deyishga majbur bo'ldim. Keyin поискав еще, она нашла сразу 3 подарка. Теперь она была уверена, что все сюрпризы найдены. А когда услышала, что поиски надо продолжать, была сильно удивлена. На следующий день жена не пошла на работу, посвятив все время поиска. Yana ayolim men aytganimdan keyin podarkalar tugamadi hali. Sen hali qidirishda davom etishing kerak. Ya'ni birinchi o'rinda ayolim yana qidirib 3 ta podarkani sirazi topib oldi. 3 ta podarkani topgandan keyin 3 ta podarkani topgandan keyin o'sha 5 ta podarka topgan bo'ladi. Keyin shu ayolim 3 ta podarkani topgandan keyin umumiy 5 ta podarkani topdi. Shundan keyin ayolim ishondiki, уже bo'ldi, boshqa podarkalar yo'q, boshqa podarkalar chiqmaydi deb uverin bo'lgan joyida men aytdim ayolimga. Qanday qilib debman. Hamma podarkalar hali chiqmadi, sen hali qidirishda davom etishing kerak deganda men ayolimga aytgan edim shu so'zlarni. Ayolim qandaydir noodatiy holga tushib, ya'ni shok masu, hayron qoldi. Keyin ayolim ertasi kuni ishga bormay butun bir kunini shu podarka topishga ajratdi. Keyin qarang, nima demoqchiman bu yerda? Но искать она начала только после того, как я сообщил, что количество изначально спрятанных подарков гораздо больше количества найденных. Тогда то я и подумал, мы даже не ищем подарки, которые жизнь приготовила для нас. Ya'ni mening ayolimdan misol keltira olamanki, men ayolimga sen topgan, men sen uchun yashirgan podarkalarim sen topganingdan-da ko'proq deganimdan keyin ayolim qidirishni boshladi. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Biz ya'ni hammamiz bizga hayot tayyorlab qo'ygan podarkalarni, syurprizlarni
даже qidirmaymiz, keyin topishga ham harakat qilmaymiz. Ya'ni bu nima degani? Biz o'zimizga bitta o'zimizga yoqadigan более-менее ishni topib olamizda va shunga rozi bo'lib o'tiraveramiz. Qanaqa ma'noda? Qanaqa ma'noda? Hamma aytayotgan gaplarim bu kitobning perevodi. O'zimdan chiqayotgan gap emas, bu kitobni perevod qilib o'zim uchun tushunib tatbiq qilyapman. Shu. Ya'ni hayot bizga tayyorlab qo'ygan podarkalarni qidirishga harakat qilmaymiz degani. Keyin qarang. Нашли работу более или менее нашли одну более или менее подходящую работу, приковали себя к ней к золотым наручникам и всю жизнь потратили на нее. Ya'ni o'zingizga более-менее подходящий, ya'ni o'zingizga unday bunday sal-pal yoqadigan ishni topdingiz va qo'lingizni kishanlab shu ishga o'tirdingiz va hayotingizni полный shu ishga bag'ishladingiz. А может быть, талант мог проявиться совсем в другой сфере. И в ней вы смогли бы добиться настоящего успеха, если бы попытались. И это был подарок, тот подарок жизни, который вы не нашли. Ya'ni sizning talantingiz boshqa yo'nalishda proyevitsa qilishi mumkin edi, ya'ni bilinishi mumkin edi va siz shu o'zingizni haqiqiy talantingizga butun umringizni bag'ishlaganingizda edi, balkim eng muvaffaqiyatli insonlardan biri bo'lishingiz mumkin edi. Это был тот подарок жизни, который вы не нашли. Shu eng kuchli tomoningiz sizning podarkangiz bo'lishi mumkin edi. Siz topolmagan podarkangiz bo'lishi mumkin edi. Ya'ni siz shu podarkani даже qidirib ko'rmagansiz. Qarang, но люди часто довольствуются малым, не претендуя на большее, и перестают искать в самом начале жизни, равнодушно проходя мимо и не замечая подарков, которые им которым им приготовлены. Поэтому никогда не прекращайте поиски себя, своих сильных сторон, призвания таланта. Только этот put может гарантировать вам успех. Ya'ni odamlar endi chaqab ketyapman-da endi. Suv olish kerak. Tomoq qurib ketyapti. Ko'p vaqtda ko'p ehtimol bilan odamlar kam topayotgan puliga, kam erishayotgan narsasiga shukr qiladi va yanada kattaroq natijaga erishishga va yanada kattaroq lavozimga chiqishga harakat qilishmaydi va rivojlanishdan to'xtab qoladi. Ya'ni rivojlanish deyilgan maqsad bu yerda. Maqsad rivojlanish degan. Endi mana ishga kirdi, shu 3 million, 4 million so'mga shukr qilib, ya'ni 10 million, 20 million, 50 million, 100 millionga harakat qilmaydi demoqchi bu kitobda. Ya'ni hayotini endi boshida shu kichkina oylikka, kichkina natijaga rozi bo'lib, keyingi etapga chiqishga, ya'ni bitta stupenkadan yana bitta tepaga chiqishga harakat yo'q degan. Bemalol podarkani oldidan odam o'tib ketaveradi, даже shu podarka borligini bilmaydi demoqchi. Shuning uchun hech qachon yoshingiz nechida bo'lishidan qat'iy nazar o'zingizni, ya'ni o'zingizni kuchli tarafingizni o'zingizni topish uchun doimo harakat qiling. Chunki o'zingizni talantingiz, har bitta insonga Alloh shu insonni yaratdiki, shu inson hayotda qaysidir bir missiyani bajarish. Odam o'zini missiyasini, kuchli tomonini topishi kerak. Ya'ni odam o'zini necha yoshda va qanaqa vaziyatda bo'lishidan qat'iy nazar hech qachon o'zini topishdan to'xtatib qo'ymash kerak. Ya'ni harakat qilish kerak o'zini topish uchun. Ya'ni o'zini eng zo'r tarafini topish uchun, o'zini eng kuchli tarafini topish uchun. Va siz eng kuchli tarafingizni topayotgan paytingizdan boshlab siz
muvaffaqiyatli insonga aylana olasiz, aylanishni boshlaysiz. Вдохновляющие примеры выдающихся людей. Odamlarni ilhomlantiruvchi пример degani misollar. Михаил Ломоносов. Михаил Ломоносов родился в семье зажиточного крестьянина, крестьянина Помора. Он рос крепким мальчиком и вскоре стал первым помощником по хозяйству. Ухаживал за скотиной, полол огород и собирал урожай. Ya'ni Mixail Lomonosov krestianskiy oilada tug'ilgan, krepkiy mujik bo'lgan, ya'ni sportivniy telosложение, qishloqda bolalar bilasizlar, chayir bo'ladi. Keyin cho'pon bo'lgan, yerlar chopgan, xullas o'zimizni qishloqda nima ish qilinsa mana shunaqa ish qilgan. Mollarga qaragan, yem bergan, sug'argan, dalaga qaragan, dalaga chiqqan, keyin hosillarni bahorda ekib, kuzda olgan, mana shunaqa. В 10-летнем возрасте его начали брать на рыбный промысел. В 10-летнем возрасте его начали брать на рыбный промысел, заметив пытливость ума мальчика. Местный дьячонок начал обучать его грамоте. Научившись читать, все свободное время юноша проводил с книгами. 10 yoshlik paytida uni mana shu Mixailni baliq tutishga, baliqchilik yo'nalishiga olgan ekan. Shu bolani, ya'ni harakatini yaxshiligini ko'rib, baliqchilar baliq tutishga olgan ekan. Keyin shu joydagi bir olim Dyachonik degan shu odamni gramotaga, ya'ni yozishga, o'qishga, hokazo narsalarga o'rgatishni boshlagan. Keyin shu bola o'qishni o'rgangandan keyin ko'p vaqtini rivoji uchun, kitob o'qish uchun sarflagan ekan. Обстоятельства диктовали юному Ломоносову вполне определенный жизненный путь. Остаться в отцовском доме и стать зажиточным крестьянином, как отец. Но страсть к знаниям не давала ему покоя и заставляла искать возможности учиться. И в возрасте 19 лет Ломоносов собрал вещи. 2 рубахи, тулуп и несколько книг. И под покровом ночи, не простившись с отцом, тайно сбежал из дома в Москву. Ya'ni Lomonosovni muhiti shunga olib borardiki, o'zini dadasiga o'xshab zajitочный krestianin bo'lishini, ya'ni dadasiga o'xshab cho'pon, dalada nima desam, bahorda narsalar ekib, kuzda hosil olish va o'zini bilimga chanqoqligini dadasiga o'xshayman desa yo'qotish. Chunki Lomonosov bilimga, kitob o'qishga, o'zini rivojiga qiziqar edi. Dadasi esa shu zajitочный krestianin bo'lib, shu umrini oxirigacha shu ishni qilar edi. Cho'pon edi, ya'ni. Keyin dalada hosilni ekar edi, keyin hosilni olar edi. Lomonosov esa 19 yoshida ketmoqchi edi va dadasiga o'xshashni xohlamagan edi, ya'ni rivojlanib olim bo'lmoqchi edi. Kunlardan bir kun, tunning yarmida dadasiga aytmay Moskvaga qochib ketadi Lomonosov. Keyin dadasidan so'ramaydi, dadasiga ham aytmaydi. Keyin на 3-й день пешего путешествия он нагнал караван рыбаков, направляющихся в столицу, и попросил разрешения идти с ними. Через 3 недели пути он прибыл в Москву, приблизительное расстояние, которое будущий ученый преодолел ради своей мечты, составляет 1160 километров. Ya'ni 3 kundan beri Lomonosov peshkom yurgan paytida u baliqchilarni ko'rib, baliqchilardan so'ragan holda ular ham Moskvaga ketayotgan bo'lgan, billalashib ketaylik sizlar bilan degan, billalashib ketay degan Lomonosov. Shu bilan keyin 3 haftadan keyin Moskvaga yetib borgan. Shu joydan, o'zini uyidan Moskvagacha Lomonosov 3 hafta borgan baliqchilar bilan birga. Shuni masofasi 1160 kilometr bo'lgan.
В Москве обнаружилось еще одно препятствие. Крестьянских детей в учебные заведения не принимали. Запрет не остановил Михаила, выдав себя за сына холмогорского дворянина. М.В. Ломоносов все-таки поступил в Славяно-Греко-Латинскую академию. Ya'ni Moskvada yana bitta muammo kelib chiqdi. Lomonosov borganda Moskvaga krestianskih детей, ya'ni oddiy odamni va oddiy odamni bolalarini o'zi o'qimoqchi bo'lgan joyga kirgizmas ekan va shu narsa ham Lomonosovga to'g'on bo'lib to'xtab qolmagan ekan. Shu zapret, ya'ni mumkin emas degan joyiga Mixail yechim topgan ekan, ya'ni o'zini Xalmagorskiy dvoryaninni o'g'liman deb shu учебный заведениyaga kirgan ekan. Keyin akademiyaga kirgan, Xalmagorskiy dvoryaninni o'g'liman deb. Keyin shu bilan, оказавшись в числе самых прилежных студентов, молодой помор за год освоил 2 курса. В будущем он станет выдающимся ученым-энциклопедистом. Ya'ni birinchi o'rinda u o'ziga yoqadigan, ya'ni miyani rivojlantiradigan, harakat qiladigan insonlarning okrujeniyasiga kirib, ya'ni yaxshi bilimga chanqoq studentlarning oldida yashab, rivojlanib, yosh 19 yoshar Lomonosov 1 yilda ikkita kursda o'qiydi, o'rganadi va в будущем, ya'ni kelajakda u yaxshi rivojlangan, aqlli энциклопедист bo'ladi. Я знаю как минимум несколько десятков людей, которые ничего бы не добились, если бы не боролись с обстоятельствами и не преодолевали препятствия. Вот несколько из них. Майк Тайсон, Брюс Ли, Аль-Бируни, Камал Худжанди, Абуль-Касим Фирдуси, Арнольд Шварценеггер, Джек Ма, Алишер Усманов, Чингисхан, Тамерлан, Джеки Чан и так далее. Эти люди сами создали свою историю. Ya'ni men eng kamida 10 ta odamni bilamanki, hech narsa qilmaganida, o'zini hayoti uchun kurashmaganida hech narsaga erishmagan bo'lar edi. Ulardan 10 tasini sizlarga sanab o'taman. Kamida birinchisi Mayk Tayson, Bruce Lee, Al-Biruni, Tamerlan, Jeki Chan, Chingizxon, Firdavsi, Arnold Shvarsenegger, Alisher Usmanov va hokazo va hokazo. Shu insonlar agar o'z hayoti uchun kurashib rivojlanmaganida edi, bular bunaqa yaxshi zo'r natijaga erishmagan bo'lar edi. Xullas, bu narsadan nimani tushundim? 3 главных проблемы в вашей жизни. Uchta eng muhim problemani yozdingiz. Men ham uchta eng muhim problemani yozdim. Bu degani hayotingizni faqat o'zingiz yaxshilay olasiz va o'zingiz yaxshilay olmaysiz. Qanaqa ma'noda? O'zingiz harakat qilsangiz yaxshilay olasiz, harakat qilmay o'tiraversangiz yaxshilay olmaysiz. Ya'ni harakat qilish kerak, rivojlanish kerak. Har bitta odam o'zini hayotini yaxshilay oladi, yaxshilay ola biladi. Faqat harakat. Bunda nima deyilyapti, nima kelib chiqyapti? Biz hayotimiz davomida hayot tomonidan berilgan podarkalarni qidirishimiz kerak, o'zimizni qidirib, ya'ni shu podarkalarni topishga harakat qilishimiz kerak. Saidmurod Davlatov ayoliga qilgan strategiyasi, ya'ni 10 ta podarka yashirib qo'yadi, 10 ta podarka yashirgandan keyin esa ayoliga indamaydi. Ayoli 4 dan 5 ta podarkani topgandan keyin bo'ldi, aniq topdim podarkalarni, endi qidirmasam bo'laveradi deydi. Birinchi ikkita podarkani topadi. Ikkita podarkani topgandan keyin esa to'xtab qoladi. Ya'ni qidirmaydi. Keyin ertangi kuni sen hali podarkalar topmading hammasini degandan keyin yana 3 tasini tasodifdan topib oladi. Keyin yana to'xtab qoladi. To'xtab qolgandan keyin sen hali yana podarkalar topmading hammasini, yana qidir degandan keyin bir kun vaqtini ketkazib hamma podarkalar topadi. Bu degani nima? Hayot bizga yashirib qo'ygan podarkalarni biz даже topishga harakat qilmaymiz.
Shuning uchun harakat qilish kerak. Butun umrimizni podarkalarni topib, rivojlanib, o'zimizni, yayimizni, o'zimizni kuchli tomonimizni topish uchun harakat qilishimiz kerak degan narsani tushundim. Mana shu sarlavhadan, ya'ni 3 проблемы вашей жизни. 3 ta hayotingizdagi muammo. Xullas shu. Har bitta odam o'zini laqabi bo'ladi, ya'ni o'zini призванияsi. Ученый, энциклопедист и так далее. Talant это знать его, o'zini talanti, ya'ni qo'shiqchidir balkim sportchidir, talant shu. Mana shunaqa deb tushunaman. Xullas mana shu. Ya'ni odam muvaffaqiyatga erishish uchun nima qilib bo'lsa ham faqat harakat qilish kerak va bilimga chanqoq bo'lish kerak. Shu 3 главных проблемы вашей жизни. Hayotingizdagi 3 ta muammoni o'qigandan tushungan narsam bo'ldi. Keyingi sarlavhamiz, xullas, что формирует характер? Xarakterni nima shakllantiradi? Buni esa boshqa videoyimda o'qib, ko'rsatib, nimani tushunganimni, qayerda применять qilishimni aytib o'taman. Keyin mana shu hayotingizdagi 3 ta muhim muammo. Men buni qayerda, keyin qanaqasiga ishlataman. Birinchi o'rinda harakat qilishdan to'xtab qolmayman. O'xshamadim, yana harakat qilaman. Chunki bu hayotda harakat qilibgina o'zini maqsadiga erishish mumkin. To'g'ri, bittada o'xshab qolmaydi, 100 tada ham, 1000 tada ham o'xshab qolmaydi. Qaysidir payt o'xshaydi, shunda shunaqa darajada zo'r o'xshaydiki, odam o'zi shokda bo'lib qoladi. Shuning uchun harakat qilish kerak. Miyaga o'xshaydi, harakat qilaylik desangiz, to'g'ri, seni gaping, o'xshaydi, harakat qil deydi. Harakat qilaylik deydi. Agar miyaga o'xshamaydi, qo'y, men ham harakat qilaman, shuncha odam harakat qilyapti, o'xshamayapti desangiz, to'ppa-to'g'ri aytyapsan. Sen ham harakat qilasan, boshqalardan ham bari o'xshamayapti. Sen to'ppa-to'g'ri aytyapsan deydi. Shuning uchun faqat o'xshaydi deb harakat qilish kerak va hayot bergan, yashirib qo'yib, sizga bermoqchi bo'lgan podarkalarni qidirib topish kerak. Xullas, videoyimiz hayotdagi 3 ta muammo mundarajasi tugadi. Like bosing, podpisatsiya bo'ling, komment yozib qo'ying. Rahmat. Keyingi mundaraja что формирует характер? Xarakterda nima shakllantiradi? Shuni aytaman. Davay, ketdik.